Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Havaslik mahallasida yashovchi shaxs ijtimoiy tarmoqda trading yo'li bilan pul ko'paytirib berishni va'da qilgan noma'lum kimsaning bank plastik kartasiga 20,800,000 so'm pul o'tkazib beradi. Shundan so'ng soxta treyder bilan aloqa uzilib qolgan. Xuddi shu taklidda Sharof Rashidov tumanining Ravalliq mahallasida yashovchi ayol 4,825,000 so'midan, Mulkanlik mahallasida yashovchi erkak 3,800,000 so'midan ajralib qoldi. Ushbu jabrlanuvchilarning murojaatlari asosida ichki ishlar organlari xodimlari Telegram messenjeridagi Abduqodir Ulug'xo'jayev hamda Abduqodir Trader profili egalarini aniqlashga qaratilgan tezkor tadbirlarni o'tkazdilar. Natijada mazkur qonunbuzarliklarni Namangan viloyatining Namangan shahridagi O'rta Roviston, Yangiqo'rg'on tumanining Nanay va Bekobod, Davlatobod tumanining Umid hamda Ittifoq, Chust tumanining Kamarsada, Surxondaryo viloyati Boysun tumani Toqchi mahallasida yashovchi 9 nafar shaxs tomonidan sodir etilgani aniqlandi. Ulardan 10 dona bank plastik kartasi, 1 dona noutbuk hamda 10 dona uyali aloqa vositasi olingan. Hozirda gumon qilinuvchilarning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi o'rganilmoqda.